Toshmat aka, qandaysiz? Bugun biz bu qovoqbosh Minecraftda nima qilayotgani, nimaga uni ismi Herobrine, uni atayin sizni qo'rqitish uchun yaratganmi va uni o'zbeklar yaratganmi degan savollarga javob olamiz. Joylarga qulayroq o'rnashib oling, biz boshladik. Agar siz Minecraft o'ynaydigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz Herobrine haqida eshitgansiz. Bilal aka, nima qorasiz aka? Xullas, Herobrine qanday paydo bo'lganini bilish uchun ancha yillar orqaga qaytishga to'g'ri keladi. Xullas, bundan ancha yillar oldin hech nima bo'lmagan. Minecraft rasman 2011-yilda dunyo yuzini ko'rgan bo'lsa-da, ammo Herobrine bundan 1 yil oldingi 2010-yilda chiqqan alfa versiyada o'yinchilarga ko'rinish beradi. Bilaman ko'pchilik tushunmadi, hozir tushuntirib berishga harakat qilaman. Boya aytib o'tganimdek, 2010-yilda Minecraftning alfa versiyasi ommaga taqdim etiladi. Herobrine haqidagi dastlabki hikoya ham o'sha yilda paydo bo'ladi. Korotch yozmasdan tushuntirib beraman. Copyland ismli o'yinchi Minecraft forumida post qoldiradi. Hikoyada u oddiy bir kishilik rejimda o'ynayotgan vaqtida g'alati narsalarni sezishni boshlaydi. Keyinchalik esa u birinchilardan bo'lib Herobrine'ni uchratishga muvaffaq bo'ladi. Uni olgan rasmi esa bir zumda juda katta mashhurlikka erishadi. Temurtog'o. Ammo lekin biroq Herobrine birinchi marta ko'rinish bergan alfa versiyani hozir topishingiz qiyin. Lekin uni topib o'ynasangiz ham qancha harakat qilmang, Herobrine'ni baribir topa olmaysiz. O'sha vaqtda Copyland katta mashhurlikka erishganidan so'ng odamlarni loq qilaman deb o'zini yangi hikoyasini to'qishni boshlaydi. Xullas, buni ham cho'zmasdan tushuntirib beraman. O'sha vaqtda Copylandning rasmlari mashhurlikka erishganidan so'ng yangi hikoyasini yuqorida aytib o'tganimdek to'qishni boshlaydi. Hikoyasida u Notchga, ya'ni Minecraft yaratuvchisiga elektron pochta orqali murojaat qilganini aytgan va elektron pochtasiga Notch "Mening ukam bor, lekin u o'lgan. Herobrine o'yinga kiritilmagan" deb javob berganini da'vo qilgan. O'sha voqeadan keyin Minecraftdagi Herobrine Notchning ukasi degan gaplar tarqab ketgan. Ammo Notch bularni hech birini tan olmaydi va bularning hammasi soxta ekanligini aytadi. Minecraftda Herobrine borligi rasman tasdiqlanmagan bo'lsa-da, lekin siz o'zingizning Minecraftingizda Herobrine'ni chaqirishingiz mumkin desam, menga ishonasizmi? Ishonmang. Bu baribir yolg'on. O'yinchilar Minecraftda har xil narsalar yasab, Herobrine'ni chaqirishga harakat qilishgan. Lekin baribir hech narsa sodir bo'lmagan. Qaysi kalla bilan bunaqa bo'ladi deb o'ylashgan. Hozir esa sizlarga o'zingizning Minecraftingizda qanday qilib Herobrine'ni chaqirishni o'rgataman. Buning uchun bizlarga kerak oyim. Uzr adashib ketibman. Biz hozir Herobrine'ni chaqirish haqida gaplashayotgandik. Herobrine'ni chaqirish uchun sizga 4 ta olmos bloki, 4 ta lava va bir xalta nos kerak bo'ladi. Albatta bu ham hazil, sizlarga lava bloki kerak bo'lmaydi. Herobrine haqidagi bor ma'lumotlar shular edi, yoki men topa olmadim, yoki esimdan chiqib ketdi. Xullas, bugungi video shulardan iborat edi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolargacha ko'rishguncha, xayr.